Jizzaxda erkak do'stini yovvoyi to'ng'iz bilan adashtirib otib qo'ydi. Rossiyadagi harbiy gospitalda feldsherlik qilgan o'zbekistonlikka sud hukmi o'qildi. Krasnoyarsk politsiyasi migrantlarni tekshirishni kuchaytirmoqchi. Orenburgda erkak sherigining chaqalog'i yig'layotgani uchun cho'ktirib yubordi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Jizzaxda erkak do'stini yovvoyi to'ng'iz bilan adashtirib otib qo'ydi. 2025-yil 5-oktyabr kuni Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 32 yoshli erkak ov miltig'i bilan o'zi bilan birga ov qilish uchun chiqqan do'stini otib qo'ydi. Hujjatda keltirilishicha, Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan bo'lgan sudlanuvchi 5-oktyabr kuni tanishlari bilan ov qilish maqsadida Mirzacho'l tumani Gulzor mahalla fuqaro yig'ini hududida joylashgan fermer xo'jaligi maydoniga boradi. Shu kuni ular soat taxminan 22:30 larda yovvoyi cho'chqani ov quroli yordamida otib ushlamoqchi bo'lgan. Biroq sherigi qamishlar orasida o'tirgan vaqtida qamishlar orasidan chiqib kelayotgan fuqaroni yovvoyi cho'chqa deb o'ylab, shoshma-shosharlik bilan ehtiyotsizlik oqibatida o'ziga tegishli bo'lgan ov quroli bilan otib qo'ygan. Hodisa ortidan fuqaroning bosh miya orqa qismi chap tomon jarohatlangan va u Mirzacho'l tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlar tomonidan tez tibbiy yordam ko'rsatilganiga qaramay vafot etgan. Rossiyadagi harbiy gospitalda feldsherlik qilgan o'zbekistonlikka sud hukmi o'qildi. Rossiya qurolli kuchlari harbiy gospitalda 2 yil feldsherlik qilgan samarqandlik erkakning ozodligi 4 yilga cheklandi. Unga ko'ra mazkur ish 2025-yilning 24-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Poyariq tuman sudi ko'rib chiqilgan. Unda sudlanuvchi fuqaroning aybiga iqror bo'lgan. Erkakning aytishicha, u 2023-yil 1-may kuni ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Petropavlsk-Kamchatka shahriga borgan. Dastlab xususiy klinikada feldsherlik sifatida ishga kirgan. Biroq ishi yaxshi bo'lmagani sababli boshqa ish qidirgan. Shundan so'ng tanishlaridan Rossiya harbiy kuchlariga feldsherlikka qabul bo'layotganini, boshqa davlat fuqarolari ham qabul qilinayotgani va oylik maoshi 210 ming rubl miqdorida ekanini eshitgan. U Rossiya qurolli kuchlari ariza bilan murojaat qilgan. Keyinroq fuqaroga faks orqali uning arizasi qanoatlantirilgani va Belgrad shahriga borish kerakligi haqida xabar kelgan. Shundan so'ng u Belgrad shahriga borib joylashgan va 3 kun dam olgan. Shu davr mobaynida harbiy gospital bosh vrachi bir marotaba suhbat qilgan. Suhbat davomida fuqarodan qayerdanligi, kimligi, qayerda o'qigani va diplom mutaxassisligi, ish staji haqida so'ralgan. Suhbatdan 2 kun o'tib erkak ishga qabul qilingan va 11740-sonli harbiy qismda 2 yil davomida feldsherlik qilgan. Xizmat davomida 2025-yil yanvar oyida unga Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi, xizmat o'tayotgani haqida harbiy guvohnoma va harbiy jeton berilgan. Harbiy xizmat davomida 2025-yil 8-oktyabr kuni ta'tilga chiqqan. Shundan so'ng qilgan qilmishi jinoyat ekanini anglab, jazo olish uchun ta'til vaqtida O'zbekistonga qaytib kelgan. Qaytishdan oldin esa u Rossiya tomonidan berilgan hujjatlarni yoqib yuborgan. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 154.1 moddasi 2-qismi bilan aybli deb topilgan va unga shu modda bilan 4 yilga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Krasnoyarsk politsiyasi migrantlarni tekshirishni kuchaytirmoqchi. Krasnoyarsk politsiyasi migratsiya qoidalariga rioya qilish bo'yicha tekshiruvlarni kuchaytirishda davom etmoqda. Bu haqda Krasnoyarsk o'lkasi Ichki ishlar vazirligining bosh boshqarmasi xabar berdi. 2026-yil 6-yanvardagi so'nggi reydlar shaharning Sentralniy tumanida bo'lib o'tgan. Reyd migratsiya xizmati, jinoyat qidiruv bo'limi va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari patrul politsiyasi ko'magida o'tkazilgan. Avtomobil ta'mirlash ustaxonalari, ulgurji omborlar va ko'plab xorijiy fuqarolar ro'yxatdan o'tgan manzillar tekshirilgan. Reyd davomida politsiya tekshirgan 42 kishidan 14 nafari qo'shimcha tergov uchun migratsiya bo'limiga olib ketilgan. Aniqlangan 13 ta qoidabuzarlik, jumladan soxta registratsiya va soxta migratsion ro'yxatdan o'tkazish holatlari bo'yicha tergov ishlari boshlandi. Bundan tashqari, politsiya 10 ta ma'muriy qoidabuzarlikni aniqlagan.
Ular orasida chet elliklarning Rossiyaga kirish va qolish qoidalarini buzish, qabul qiluvchi tomonning xatolari va qoidabuzarliklari, shuningdek Rossiya fuqarolarining ro'yxatdan o'tmasdan yashash topilgan. Ilgari Rossiya fuqaroligini olgan bir kishiga harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tish uchun yo'llanma ham berildi. Ichki ishlar vazirligi bunday tekshiruvlar Krasnoyarsk o'lkasi bo'ylab davom etishini ma'lum qilgan. Krasnoyarskdagi tanishlarga yuborib qo'yishni va ogohlantirishni unutmang. Rossiyada migrantlar uchun yangi tartib va qoidalar ishlab chiqilmoqda. Davlat dumasiga migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan bir qator qonunchilik tashabbuslari kiritildi. Bu haqda Rossiya parlamenti quyi palatasi spikeri Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Muddatlar qisqaradi. Mamlakatga 3 oydan ko'proq muddatga kelgan xorijliklar uchun majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish muddati amaldagi 90 kundan 30 kungacha qisqartirilishi rejalashtirilmoqda. Ma'lumot almashinuvi tezlashadi. Tibbiyot muassasalari xorijlik fuqarolarning salomatligi bo'yicha xulosalarni to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligiga, ya'ni MVDga yuborishi shart bo'ladi. Agar migrantda xavfli yuqumli kasallik aniqlansa, ma'lumot zudlik bilan Rospotrebnadzorga beriladi va bu fuqaroni tezkorlik bilan deportatsiya qilish uchun asos bo'ladi. Javobgarlik kuchayadi. Tibbiy ko'rikdan bo'yin tovlagan xorijliklar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Bunda jarima to'lash va sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborish, ya'ni выдворение choralari qo'llanishi mumkin. Qalbaki hujjatlar uchun qamoq jazosi. Atrofdagilar uchun xavfli bo'lgan kasalliklar yo'qligi haqidagi tibbiy ma'lumotnomalarni qalbakilashtirish va ulardan foydalanish uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirish taklif etilmoqda. Rossiyada umrbod qamoq jazosi tayinlash bo'yicha rekord qayd etildi. 2025-yilda Rossiya sudlari so'nggi 10 yillarda kuzatilmagan darajada ko'p rekord miqdorda umrbod ozodlikdan mahrum etish jazolari chiqardi. O'tgan yilning yanvardan noyabrgacha bo'lgan davrda 100 nafar shaxs umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Huquq himoyachilarning tushuntirishicha, bunday hukmlar sonining ortishi umrbod qamoq jazosi qo'llanishi mumkin bo'lgan jinoyatlar ro'yxati kengaytirilgani bilan bog'liqdir. Orenburgda erkak sherigining chaqalog'i yig'layotgani uchun cho'ktirib yubordi. Avval erkak bolani shafqatsizlarcha kaltaklagan, keyin esa uni vannaga botirgan. Sudda qotil o'zini itoatsiz tutgan va hatto jilmayib ham qo'ygan. U ilgari o'g'irlikda ayblanib sudlangan. Dasturimiz so'ngida kommentariyalarga kelgan savolga javob berishni joiz deb bildik. Dildora Xudoyberdiyeva: Salom, men patentimni 5-yanvarda to'lashim kerak edi, lekin men 1-yanvar kuni kechki 9:40 da to'lagandim. Lekin eski to'lovda to'landi. Lekin kartamda 10,000 rubl bor edi. Eski to'lovda olgan edi. Patentim kuyib ketmaydimi? Iltimos javob bering. Hurmatli Dildora Xudoyberdiyeva, biz bundan oldingi dasturimizda aytib o'tganimizdek, patent narxlari o'zgardi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling va qo'shimcha to'lanmagan pulni zudlik bilan to'lang. Ravshan Ernazarov: Assalomu alaykum aka, ishlar bilan charchamasdan yuribsizmi? Aka, meni patent to'lovim yangi yildan oldin to'laganman. Fevralgacha 6,000 dan edi. Endi to'lovni qancha oshgan bo'lsa, to'lab ketsam bo'ladimi? Dilshod aka, shu haqida ma'lumot berib yuborsangiz oldindan rahmat. Hurmatli Ravshan Ernazarov, agarda siz 31-dekabrgacha patentni to'lagan bo'lsangiz, yangi oylar yanvar, fevral, mart yoki aprelgacha to'lagan bo'lsangiz, siz eski narxda to'laganingiz bo'yicha qolasiz. Agarda siz 1-yanvardan boshlab yoki 1-yanvar kuni to'lagan bo'lsangiz, siz patentni yangi narxda to'lashingiz kerak. Salomat bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz albatta javob beramiz. Dilshod Umarov.